Sizga yoqaman deb tayyor konditsioner turganda o'zim yelpig'ich bo'laman. Chaqonroq qiling. Sizga yoqaman deb tayyor shvabra turganda qo'limda artyapman oyijon. Sizga yoqaman deb mana simchotkada yaxshilab chiqilaman. Cho'tganda o'zi dabdalasini chiqarding gazni. O'g'lim olgan gazni. Конечно, qadriga yetmaysan. Beling og'rimaganda. Endi nima qilasan? Sizga yoqaman deb suv ekonom qilib idishyapman oyijon. Господи, пожалуйста, спаси и сохрани. Hidi yaxshi kelyapti. Mayli, yur. Rahmat. Nima qilasan endi hovlida? Kir mashina buzildimi deyman-a? Sizga yoqaman deb kir mashinada emas, qo'lda yuvaman oyijon. Bechara kelinim ey. Oyijon, kim berib yuboribdi? Voy, qudalarim berib yuboribdi. Mana sen menga yoqinda berib yuborishibdi. Bilishadi, nima deyapsiz? Rostdan ham qudalaringiz o'zingizga o'xshagan asaldi. Narxi hamyonbop, rangi menga yoqadigan. Sifati bo'lsa a'lo darajada. Bular bilan o'zi ham ishim endi yana ham tezroq bitadi-ya. Simpson sprey bilan barcha oshxonadagi yog' va dog'lar bilan bemalol kurasha olamiz. 99.9% bakteriyalarga qarshi himoya. Simpson qo'l yuvish ko'pigi yumshoqqina, terini quritmaydi. Kundalik foydalanish uchun juda ham mos. Bunaqangi xushbo'y hidli kir yuvish kapsulasini hali uchratmagansiz. Butun uydan hidlari gupillab keladi. 20 kungacha uyingizdan xushbo'y ifor kelib turadi. Dog'larni tez ketkazib beradi. Yumshoq parvarish. Simpson shampunlari bilan soch to'kilishi kamayib, silliq va jilvali sochlarni tiklaydi. Nojo'ya hidlar endi uyingizda umuman bo'lmaydi. Shu darajada xushbo'y, butun uydan gullarning hidi gupillab kelyapti-ya. Bilasizlarmi? Men hali bunaqa sifatli, hamyonbop hidi shunaqangi yoqadigan darajada mahsulot ko'rmagandim. Hozir o'zida profilingizga obuna bo'lib olinglar va qaynonasiga yoqmoqchi bo'lgan kelinlarga videoni jo'natib qo'yinglar.